Jannat kalit qo'lingizdami? Bilmaysiz, to'g'rimi? Nega unda kimligingizni unutyapsiz? Qo'rqmasdan gunoh ishlarni qilyapsiz. Qilganda ham kim o'zarga qilyapsiz? Yana qilgan ishlaringiz katta gunoh bo'lsa ham Allohdan qo'rqish, uyalish o'rniga kerilib maqtanib gapirasiz. Xuddi qahramonlik qilganday, xuddi boshqalar qilolmaydiganday. O'ylamang, hammani qo'lidan keladi, lekin boshqalar Allohdan qo'rqadi, qahridan, do'zax olovidan qo'rqadi. Bu dunyo sinov. Oq-qorani farqiga borgan, lekin yaxshilik va gunohni, jannat va do'zaxni farqiga bormaydigan odam bo'lib qolmayapmizmi? Mol, dunyo, mansab faqat sinash uchun, kibr uchun emas. Qayerdan keldik-u, qayerga boramiz? Shuni yaxshilab eslab, o'ylab ko'ringlar. Endi aytinglarchi, jannat kalit qo'lingizdami?